Assalomu alaykum qadrli obunachilar va navbatdagi shkafimiz xudo ustunovkasini tugatdik. Shkafimiz 330 ga 230 balandlikda yasab berildi. Ikki chekkasini kiyim ilish uchun vishelkali joy qilib berganmiz. O'rtasiga bo'lsa televizor qo'yish uchun joyini qo'yib ketdik. Xo'p, televizorning taglariga mana bunday tortmalarini qo'yib ketganmiz. Tortmalarimiz ham skritli bo'lgan, ya'ni taglari ham o'zini materialdan eni ham 1 metr bo'lgan. Bemalol 30-40 kilo yukni ko'taradigan bo'lgan. Xo'p, materialga kelsak, kashmir rangda rossiyskiy laminatdan yasab berildi. Chekkalariga ahamiyat berasizlar, divaynor qilib, chiroyli qilib dizayn berganmiz. Xo'p, tepa joylariga bo'lsa, ya'ni televizorning ustiga antresollari chuqur qilib 60 sm qilib berganmiz. Chap tarafiga mana bunday podshapkasi bor. Bir tarafiga uzun kiyim, ikkinchi tarafiga bo'lsa tepa past, ya'ni mayda kiyimlarni ilish uchun 2 qavatli vishelka qilib berilgan. Petlalariga bo'lsa, отдельно baho berasizlar. Yaxshi turib petlalar qo'yilgan. Xo'p, kimga mana shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin ekrandagi nomerlarga. Xo'p, Telegram kanal silkasini kommentariyani boshdan topasizlar. Ya'ni bunday mebeldan, ya'ni perexoshka, oshxona, barcha buyurtma mebellarni obzor qilmaganimizda ham Telegram kanaliga obязательно qo'yib boramiz. O'zingizga kerak bo'lgan dizaynlarni, ranglarni bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Videoga like bosing, izohlarda fikrlarni kutib qolamiz.